Xush geldinglar balalar. Nayit hayajon va qiziqish ichida Söyümlük Peygamberimizning hayot serguzashtisining yangi bölümini saqlayotganliklarini bilaman. Shundaq nayit alayda ham intayin hayajonliq bir bölüm bilan sizlar bilan birga bo'lamiz. Undaq tayyor bo'ldinglarmi? Anladım. Başladık hamsa. Söyümlük Peygamberimiz Gül Muhammed pat yeniga yeydigan narsalarni elib Mekke'den uzoqdagi tog'larga ketadi. Bu tog'da Hira deb bir g'ar bo'lib, aşı g'arda o'ltirib, tafakkur qiladi, Mekkeni hamda Mekka xalqini o'ylaydi. Chunki Mekkeliklarning yashash odati, ya'ni butga e'tiqod qiladigan sherik aqidalari har xil ishlarini yaxshi ko'rmaydi. Kabening ichi toshdan, yog'ochdan yasalgan butlar bilan to'lgan edi. İnsanlar arasida ig'ir masalalar bor edi. Har yerda haqsizlik, adolatsizlikni uchratqili bo'ladi. Bir kishi ojiz, kambag'al bo'lib qolsa-ku bo'ldi. Hey, u bichorning holiga. Agar bir kishining bolasi qiz bo'lib tug'ilsa, nihoyatda xijil bo'ladigan bir ish hisoblanadi va bu ishni hech kimga demay yoshiratdi. Balalar ayollarga har xil shaklda aziyatlar beradi. Yüz berayotgan mush ishlarning hammasi Gulbola Muhammadning ko'nglini bek yerim qiladi balalar va bir hal qilish yo'lini izlaydi. Shunga ko'p vaqtni Mekkedan uzoq bir yerga joylashgan Hira g'orida o'tkazadi. Bu vaqtlarda ajoyib tushlarni ko'rishga boshladi. Xuddi ulug' Alloh Gül Muhammadni payg'ambarlik uchun hozir qilayotgandek qiladi. Bir kuni tushida uyning to'risi ichilib, u yerdagi peshtaxtdan ikki odamning kelganligini ko'rdi. Bu ikki odam Gül Muhammadning yuragini chiqarib yuyotadi. Uyg'onib, bek hayron qolgan edi. Ajoyib voqealardan yana birisi bo'lsa, go'yo hamma narsalar uningga salom berayotgandek qiladi. Yo'l yoqasidagi daraxtlar, toshlar xuddi o'zining tillari bilan uningga salom berayotgandek qiladi. Uni ko'rgan daraxtlar yo'pirmoqlarini lingshitadi, toshlar midirlab ketadi. Kunlar mushundoq o'tib, bir kuni bir ovozni angladi. "Ey Muhammad, men Allohning vahiy farishtasi Jibril." Hech kimni ko'rmay turib, bu anglagan ovoz Payg'ambarimiz Gül Muhammadni bekma andishiga soldi. Bu voqealarni darhol berib, ayoli Hazrati Xadichaga deb beradi. Hazrati Xadicha bo'lsa, uni doim xotirjam qilib, Allohning uni qo'g'daydiganligini deb turadi. Yana bir kuni yolg'iz o'ltaganda Jibril alayhisalomning ovozini angladi. "Salom, ey Muhammad!" deb nido qilyotdi. Ulug' Alloh payg'ambarimizni qadam-qadam payg'ambarlik tayyor qilyotdi balalar. Bir kuni, ya'ni Ramazon oyining bir dushanba kuni edi. Payg'ambarimiz Gül Muhammad Hira g'orida yolg'iz edi. Shundoq qilib, kutayotgan daqiqalar kelgan edi. İnsanlar kelishni saqlayotgan oxirgi payg'ambarga vazifasi bildirildi. Hira g'orining ichini odatdan tashqari bir nur qopladi. Söyümlük Peygamberimiz Gül Muhammadning udulida Jibril alayhisalom turadi. Arqadan farishta Jibril alayhisalom Söyümlük Peygamberimizni ching siqib, "O'qo!" deb nido qildi. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam, "Men o'qishni bilmayman" dedi. Farishta Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamni qattiq siqib, "O'qo!" dedi. Peygamberimiz yana, "Men o'qishni bilmayman" dedi. Jibril alayhisalom yana takror ching siqib, "O'qo!" dedi. Ammo Söyümlük Peygamberimiz Gül Muhammed yana, "Men o'qishni bilmayman, nima o'qiyman?" deb takrorladi.
Bu qitim Jibril alayhissalom yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qig'in. U insonni laqtiqondan yaratdi. O'qig'in. Parvardigoring eng hurmatlikdir. U qalam bilan xat yozishni o'rgatdi. İnsonga bilmagan narsalarni bildirdi. Arqadan Jibril alayhissalom vazifasini tamomlab ko'zdan g'oyib bo'lgan edi. Suyimlik payg'ambarimiz darhol u yerdan ayrilib, noit qo'rqqan holda Makka qarab yo'lga chiqdi. Bo'lib o'tgan ishlarning ta'sirida noit tiz ketayotganda, "Ey Muhammad, sen Allohning payg'ambari, men vahiy farishtasi Jibril." Payg'ambarimiz beshini ko'targanda, osmonda ochiq holda Jibril alayhissalomni ko'rdi. Jibril alayhissalom yana o'xshash gapni takrorlayotdi. "Ey Muhammad, sen Allohning elchisi, men vahiy farishtasi Jibril." Beshidan o'tganlar faqat bularlam emas edi balalar. Yo'lda "Allohning salomi sana bo'lsin ey Rasululloh" degan ovozlar kelyotdi. Bu ovozlarning uchratgan daraxt va toshlardan kelayotganligini bayqadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qo'rqqanidan yurak solgan holda uyga qaytib, ayoli Hazrat Xadijaga "Meni yo'gab qo'yinglar, meni yo'gab qo'yinglar" dedi. Hazrat Xadija onamiz ustini yo'gab qo'ydi. Bir chaqdan keyin uning qo'rqinchisi besqib, yuragi joyiga tushib, ahvolni ayoli Hazrat Xadijaga so'zlab berdi va "Menga nima bo'lgandi? Men o'zimdan qo'rqib qoldim" dedi. Hazrat Xadija onamiz "Yo'qsa, Alloh bilan qasamki, Alloh seni yaxshi ko'radi. Chunki sen urug' tuqqanlarga kuyinasan, ojiz bechoralarga yordam qilasan, kambag'allarning holidan xabar olasan, mehmonlarni yaxshi kutasan, haq tuturasan" dedi. Va uni bir navr tuqquni Varaqa ibn Navfalning yeniga boshlab bordi. Varaqa Injildan ko'p narsalarni biladigan, yoshinib qolgan odam edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ko'rganlarni so'zlab berdi. Varaqa uningga "Alloh Musa payg'ambarga vatgan farishta dal mushu. Ey Muhammad, sen insonlar kutayotgan oxirgi payg'ambar. Hargiz unutma, bu vazifang sabablik seni yolg'onchi deydi. Sana aziyat yetkazadi. Seni Makkadan qo'g'lab chiqaradi. Ah, men shu vaqtgacha yashay olgan bo'lsam, sana yordam qila olgan bo'latdim" deb urdi va uzun o'tmay olamdan o'tdi. Shundaq qilib balalar, nihoyat hayajonli minutlarning oxiriga keldik. Alloh xolisa, yana shundaq ta'sirlik voqealar bilan takrar birga bo'lamiz. Yangi bölümni ko'rishgacha sizlarni Allohga topshirdim. Xushvaqt bo'linglar. Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim. Kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim. Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim. Kurban bulsun canım